Ayolingizning ismi nima? Zuli Happy. Kim? Zuli Happy. Ko'rmaganmisan bularda. Butun dunyo sasib yurganlar-ku bular. Shularmi? Instagram sayt manashlar sasib yuribdilar. Shundan keyin Instagramda adalt qildim. 17 ta odam bilan adalt qildim. Manashlar bori juda ko'p o'zbeklarga juda yaxshi ish qildi. Ancha-muncha o'zbek kishilardan keyin Instagramni udalit qildi-da. Sevgi muhabbat yo'qligini bir isbotlab qo'yish. Isbotlashda odam baribir bu darajada. Endi so'raganday yo'q mana. Nima bo'lgan sizda? Nima ish qilgansiz? Kim? Zuli Happy Life kim? Nima bo'ldi Zuli Happy bilan Menga Alloh? soat 3 da telefon bo'lyapti, yarim kechasi aka. Men Qayoqdan? ko'tara olmayman. Qayoqdan Sizga xiyonat qildi. Ha, menga xiyonat qildi, menga. Kim xiyonat qildi? Ayolim. Ayolingiz kim? Zuli Happy. Oh, qayoqdan Zuli bildingiz? Happy sizda ayolingizmi? Mana ayolim. Mana Alisher-ku, to'g'rimi? Bugun ana chachinib prichoska qilmab shunga tanimayapsan-da. Nima bo'ldi? Doskonali tushuntiring. Soat 3 da zila degan kafedan telefon bo'ldi menga. Qanaqa? Zila. Ну что, nima bo'ldi? O'sha yerda janjal chiqdi, menga xiyonat qildi. Erkak kishining ovozini eshitdim. Men qarang qo'lingizdagi qanaqa kitob? Bu ayollarning mehrini qozonadigan kitob. Shuni o'qiyman men har doim. Bir qo'shiqlaringiz, bir qanaqa she'rlaringiz bormi? Ayollar haqida monologlaringiz? Yo'q, menda yo'q. Faqat shu kavlash bilan shug'ullanasiz. Ayollar bilan birinchi yashaysiz, keyin qo'lni hayotini kavlaysiz, shunaqa. Men bu kitobni o'qiydi, sevib qoladi.